Iso tirilishidan keyin aniq amr berdi. Shunday ekan, boringlar va barcha xalqlardan shogird orttiringlar va ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Matto 28:19. Bu taklif emas, bu tavsiya emas, bu amr. Yana ham kuchli so'z. Kim ishonib suvga cho'msa najot topadi. Mark 16:16. Tartibga e'tibor bering. Avval iymon, so'ng suvga cho'mish. Suvga cho'mish sehr emas. Bu shunchaki rasmiyat emas. Bu ochiq e'lon. Men eski hayotim uchun o'ldim. Men Masihga tegishliman. Men uning ortidan boraman. Hatto Iso Masihning o'zi ham gunohsiz bo'lsa-da, haqiqatni bajo keltirish va namuna ko'rsatish uchun suvga cho'mdi. Masala ota-onangiz suvga cho'mganmi, yo'qmi, bunda emas. Masala siz shaxsiy qaror qabul qildingizmi? Iso Masih suvga cho'mishi haqida nima degan? U aytdi, bu iymondan keyingi itoat qadami. Siz bu qadamni allaqachon qo'ydingizmi? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.